Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Xudo xolasa mana ko'rishlar mumkin. Keng assortimentda gul postavkalarimizni qilib qo'yganmiz. Bemalol 20 kilo, 30 kilolik gullarni ham ko'taraveradi. Karkazlari temirdan bo'ladi. Asosiy joylari eldis laminatdan qilingan bo'ladi. Bularga parashkavoy kraska sepilgan, 100-200 gradusda quritiladi. Oddiy kraska emas. Narxlari bilan tanishtirib o'taman. Xo'p, bu 4 taligi 550 ming so'm chiqadi. 9 taligi 850 ming so'm chiqadi. 3 taligi 350 ming so'm chiqadi. Bular temir karkazli bo'ladi. Bu tomonda mana mebelning variantlari ham bor. Bular ham bemalol tabiiy gullarni ko'taradi, xudo xolasa. 3 talikdan tortib 12 talikgacha bo'ladi. Narxlari 3 taligi 150 ming so'm, 5 taligi 250 ming so'm, 7 taligi 300 ming so'm, 12 taligi 400 ming so'm chiqadi. Va shu tomonda mana ko'rishlar mumkin 360 gradusga aylanadigan oynali postavkalarimiz bo'ladi. Xo'p, bularga bemalol kitob javon qilib olsalar ham bo'ladi yoki oyoq kiyim teradigan qilib o'zlariga nimaga mos bo'lsa ishlatsalar ham bo'laveradi. Narxi 900 ming so'm chiqadi. Keyin qo'shimcha qilib har doimgidek shunaqa mini jurnalniy stolimizdan ham bo'ladi, balonli bo'ladi. Narxi buni 300 ming so'm chiqadi. Buni bemalol choy poy ichgani yoki kitob qo'yib qo'ygani mini jurnalniy stol qilib ishlatsalar ham bo'ladi. Manzilimiz Marg'ilon shaharida o'zida 12 ta viloyatga dastlabkasi bor, faqat pulli bo'ladi.